Mana oshirib olmaymiz, chunki mehmonlar seryozni mehmonlar. Marketplace bu sellerlar, ya'ni sotuvchilar bilan olib xaridorlarni bir joyga yig'ib beradigan platforma. Просто онлайн торговый центр можно считать. Перепут qilmaslik kerak. Marketplace'ni обычный internet-magazin bilan. Любой odam kirib ketsa bo'ladi marketplace'ga. Bir gapim bor deyildi, odam qilganini odam qiladi deydi. В данный момент hali kirish mumkinmi yoki уже слишком бешеный konkurensiya bo'lyaptimi? Shunaqa holat bo'ladi. Znaniyasi bo'lmaydi marketplace'da, lekin u odamda востребованный tovar borda. U odam kirib keladi, ikkita uchta odamga pul beradi marketplace'da. Tovarni qo'shadi, bom, продажа bomba bo'lib ketadi. Shu уровеньga chiqqanlar bormi? Dubaydami hozir ular? Yaqinda bir bola aytdi menga, men dedi internetdan zakaz qilganlarni dedi, dangasiz hisoblayman dedi. Ну, chiqib ketsa bo'ladi-ku magazinga. Kim pulni ekonom qilgandan ko'ra vaqt ekonom qiladi, pulni emas. Agar migrant bo'lib, musofir bo'lib turib marketplace'ga kirish mumkinmi? Moskva, Rossiyada o'zi umuman. Iloji bor yo'qligini aytib qo'yinglar, to'g'ri osonmi, oson emas. Keyingi sonlarda ko'rishguncha rahmat sizlarga.